Korrupsiyaning har qanday ko'rinishi, u firibgarlik yo'li bilan odamlarni aldash bo'ladimi yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, hech birining oqibati yaxshilik bilan yakun topmaydi. O'zini kimningdir jinoyatni imi-jimida yopti qilib yuborish imkoniyatiga ega va alomat qilib ko'rsatgan bu odam Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi. O'sh viloyati Navqat tumanida tug'ilgan. 2 nafar farzandlari bor. Farg'ona shahridagi 5 bola mahallasida yashab kelgan. Vaqtincha ishsiz. Huquq-tartibot idoralariga esa hech qanday aloqasi yo'q, ammo davlat chegarasini buzib xato harakat qilgan odamning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirishda ustasi farang bo'lib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, ariza muallifining 2 nafar jinoiy sheriklari Qirg'iziston Respublikasiga kontrabanda yo'li bilan kimyoviy moddalar olib o'tib sotayotgan vaqtda huquq-tartibot idoralari xodimlar tomonidan qo'lga olingan. Kimyoviy modda esa murojaat egasiga tegishli bo'lgan. Sudlangan shaxs bu voqeadan xabar topishi bilan oyog'ini qo'lga olib vaziyatdan foydalanishga urinadi. Ya'ni qilmishiga qonun oldida javob berish kerak bo'lgan shaxsni o'zining safsatalariga ishontirish orqali mo'may pul topish rejasini tuzadi. O'ylab topilgan javobgarlikdan ozod qilish haqidagi ertakka esa 8000 AQSh dollari miqdorida narx ham belgilanadi. Va'daga ko'ra, agar ariza muallifi sudlangan shaxsga talab qilingan 103.240.000 ekvivalentlikdagi 8000 AQSh dollarini bersa, u qo'zg'atilgan jinoyat ishiga jalb qilinmasligi va unga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilinmasligi kerak edi. Ammo bu ishlamay pul topish istagidagi bir odamning xom xayollari edi faqat. Haqiqat esa boshqacha. Sodir etilgan har qanday jinoyat qonun oldida javobgarlikka sabab bo'ladi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi Marg'ilon shahri markazida ariza muallifidan yuqoridagi maqsad uchun talab qilingan pullarni olayotgan vaqtda ushlangan. O'zini qonun so'ziga ta'sir o'tkaza oladigan va alomat qilib ko'rsatgan odamning o'zi ham bugun jinoyatchi. Biroz avval mensimagani, qonun qarshisida qilmishiga tayinlanishi kerak bo'lgan jazoni yengillashtirishni so'ramoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudida ko'rilgan mazkur jinoyat sudlanuvchining aybiga iqrorligi, to'plangan dalillar, guvohlarning ko'rsatmalari bilan to'liq isbotlandi hamda unga jazo muqarrarligi ta'minlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudining 2025-yil 25-avgustdagi hukmiga ko'ra Alqosimov Muhammad Sulton O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-modda 2-qismi A bandi va 28-moddasi orqali 211-modda 1-qismida ayb topilib, Jinoyat kodeksining 59-moddasi 2-qism tartibida jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil bazaviy hisoblash miqdorining 110 baravarida 41.250.000 so'm jarima jazosi tayinlandi. Oson luqma, ishlamay tishlash istagi, birovning kissasidagi pullar evaziga qonunlar yuziga parda to'sishga urinish, asosiysi nafs jilovida yo'qotilgan me'yor egasiga yaxshigina tashvish keltirdi. Bir gal berilgan imkon endi bu odamni to'g'ri xulosasiga sabab bo'lsin. Maftuna Mamasidek va Abdulloh Rashidov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.